Salom do'stlar, sizlar bilan yana men bugungi video qisqa ham bu uzun ham bo'lishi mumkin. Chunki yaqinda izim maketinasiga Paris Saint-Germain, Real Madrid va La Liga, ya'ni La Ligada nimaligini bilmadim, lekin aniq PSG va Real Madrid klublarida yulduzli futbolchilar kelishi kutilmoqda. Shuning uchun shartlaringizni, ya'ni hozir ko'rsatmasam tilim aylanmayapti. Mana bunaqa 4710 mana shu star shartlaringizni yig'ib qo'ying do'stlar. Chunki Toni Kroos kelishi mumkin va 121 Kvaratskhelia kelish ehtimolligi ham bor. Yana do'stlar, yana bir nechta narsa. Futbolchilaringizni kuchaytirish uchun rankaplaringizni ishlatmay turganingiz ma'qul. Nimaga? Chunki rankaplar kerak bo'ladi. Ya'ni 120 Kvaratskhelia oladigan bo'lsangiz, aniq uni 126 ga full kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun rankaplarni ishlatmaslikni maslahat beraman. Mening ham 1000 talar yig'ilgan, lekin hozir Gabriel Sara yoki Enzo Fernandes kuchaytirishim kerak. Chunki balkim opsi 121 bo'ladi. Hozir rankap qilaylik do'stlarni. Yo, 560 da ikinci derece kullanılıyor. Gabriel Sara'nın emri. Bo'ldi, hozir bizda 200 punkt qoldi. Biz bundan kuchaytiramiz, futbolchilarni kuchaytirish uchun. Hozir tarkib full 121 bo'lganligi uchun bo'ldi. Endi hali Sanabrini kuchaytirmaymiz, chunki 120 Kvaratskhelia locker roomga o'tsak, kustomizatsiyangizga profil banner premiumni nihoyat oldim. Confirm. Nihoyat tanlandi. Tarkib full 121 bo'lganligi uchun hozircha kimni kuchaytirishni o'ylayotganim yo'q. Bu yerda exchange. Hozircha futbolchiga yetdi, lekin ranka nimagadir boshqacha. Atiga 89 tagina aytmayapti. Hozir dresslarni sotib olgan bo'lardik. Futbolchilardan kechgan holatda men o'zim Jamal Musialani olmoqchi bo'ldim. Lekin bu xabarni eshitgandan keyin hozircha yig'ib turibman, chunki 120 futbolchini olish menga ancha yaxshi. Hozircha eng kuchli futbolchimiz Alex Bayenov va Sanchez, chunki ikkalasi ham 119, qolganlari 118. Tarkibda faqat bittagina sehrlanmagan Malik Tilman qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Atiga 1 daraja kuchaytirsam bo'ldi. Long shot, dribbling yoki crossing uchovidan biri. Men dribblingni kuchaytiraman ko'proq. Dribbling kuchaytirmoqchiman. Jamal Musiala unchalik qimmatga kelmayapti, lekin hozir Sirtdan va bir nechta narsalardan sovg'alarimizni olamiz. Atiga 39 yetmayapti. Hozir 5-kunlikini ko'ramiz va unda hammasini olamiz. Yaxshilab o'qigan holatda which season did FC Bavaria manager to win their first 12-13 bo'lsa kerak. To'g'ri. Beshalasini ham to'g'ri topishlar qilamiz. How many goals did Bavaria München nechta gol urgan? 18 ta bo'lsa kerak. Ikkinchisi ham to'g'ri. Mario Gomez yoki Chempionlar Ligasida adashmasam Mario Gomez bo'lsa kerak. Yo'q, Mario Mandzukic. Rafinha braziliyalik.
Diego Contento girmamiz kerak. Chunki Bavariya Germaniya klubi. Angliyamda. Ishqilib. Marata. Stefan Linchester. Swiss ekan, Swedish deb o'yladim. Kimning Maratovskiy yo'q, Aleksandro. Torino, Bolonga yoki Torino. 1 2 3 ketdi. Ma'lum ekan. Extra timesda nimalar bor? Oho, mana bu futbolchilarni sotib, mana bu nashashi o ana draft voucher. Arzonroq biroz bo'lsa ham ikkita sotib olishga haqqimiz bor ekan. Demak, futbolchilarni extra time token almashtirib olishim kerak hozir. Mana bunaqa futbolchi olgan holatda. No. Frina olamiz birinchi. Bruno Fernandes. Yaxshiroq hozir 1865 deb bor ekan. Bismillah degan holatda ochishni boshlasak, yaxshi futbol tushar. Yo'q, internet tushdi. To'g'ri, Delisida qora futbolchiga oz qoldi menga. Delisini ham o'ynab turaman. Lekin hozir ko'proq meni FC Mobile qiziqtiryapti. Ya'ni Bavariya Myunxenni tugatsam, keyin rank up va star shartlarni yig'ishni boshlashim kerak. Chunki hali 4740 taga menimcha faqat 118 bot futbolchilarni olsa bo'ladi. Bot emas, u normali. Internet qotdi. Mana bu ishlasa, mana buni collect qilib, mana bu 815 ta bor. Yaxshi bo'lishunda. Birdan tur. Nikopas, David Raya, Rui Silva. Hozir yoki David Rayani tanlashim kerak, yo'q bo'lmasa Nikopasni tanlashim kerak. Nikopas menimcha qimmatroq ketsa, chunki darvozabonlarning puli reytinglarda ham ko'proq past darajada turadi, ya'ni uncha qimmat ketmaydi darvozabonlar. Ko'ramiz. Argentinalik. Kantinini bosib. Yetmish besh taganaga ketarkan. Sotamizmi? Yo'q, exchange'da almashtirganimiz yaxshimi? 2000 ga ketarkan. Qaysi biri yaxshi? Mana shunaqa narsalar odam o'ylantirib qo'yadi. Mayli, ko'proq hozir bizga baribir mana bu kerak biroz singiz. Lekin 75 ta alam qiladi. Qaraylik, hozir tarkibimizda eng qimmat Sanabri, Dest. Ikkalasi eng qimmati. Keyin Sanchez bilan Alex Bayna 1500 va Malik Tilman. Hozir Malik Tilmanni sotadigan bo'lsak, Jamal Musiala agar botroq birorta kam futbolchini olib tarkibga qo'ysak,
trening qildiramiz. Yo'q, hali 5 ta bo'lmadi. 5 ta futbolchi bo'lsa, keyin rankapga almashtiramiz. Demak, hozir mana bu yerga o'tib olamiz. Do'stlar, Juventusnikini tugatdim. Juventusniki tugatish qiyin bo'ldi biroz. Chunki 3 ta o'zlaringiz bilasizlar. 270 ta begina qoldi. Chunki ancha ko'p narsani o'tib tashladi. Michael Originikidan atiga 2 ta, Upamecano'dan 3 ta, Conor Laymernikidan 4 ta, o'zi bilan 5 ta. Bu yerda kimni razmi? Conor Laymerga o'xshamaydi. 20 ta olmoslar bilan hozir 2000 ga anavini ochib olsak bo'ldi. Keyin 5-kunligini ko'ramiz. Pastni 2 marta bossak, aynan yo'g'i tashlab beradi. Bu haqiqiy bizning rekordimiz. Menimcha bitirikdan mo'ljallab bo'lmaydi. Demak, ranka bitta bo'ldi. Babur ranka Pizarro'ni olmoqchiman men. Bitta darajga kuchaytiraman. Bu Sanabri 3,5 minglik shunaqasiga ketib qoladi bu. Live Emerson daily task bajarilib bo'ldi. Futbolchi Upamecano. Bildimmi? Bilaman. Upamecano'ni ham anchaga so'torsa bo'ladi. Upamecano gaplar, Upamecano nafti kerak. Draft voucher turibdi hali mana qildi. 2 draft voucherdan bittasini tushmadi. Eng qo'zg'on mana futbolchi umuman tushmadi. Mana bu nima? Complete wide midfielder. Agressiyasi unga o'xsharkan. Yaxshi. 2 ta qoldi. Tezda qilmang rejimini qo'shib qo'yish esimdan chiqibdi. 1 soat bizga kerakmas. Ozgina vaqtim yetadi hozir. Buni ochsak 9 ta yoki 10 ta qoladi. Menimcha 9 ta olsa kerak, har birida 6 tadan bo'ladigan bo'lsa 18-20 bitta. Conor Laymernikidan 2 ta qoldi. Upamecano'dan 2 ta qoldi. Yo'q, 2, 3, 5. 2, 3, 5 hozir bittasi ketadigan bo'lsa, agar hozir ochganimizda
Pedro Neto kaçıyaptı. Şut. Doğru. Oi, my PC. Deixa eu te Gabriel Sá. Uçkanımızda Alex Bay'ın yolları gidiyor. Oy, Kenan Yıldız kozaklık tutup oldu. Bundan çıkarıyor gözükte. Alfonso Davies ne olacak tezgahına?
random tanlab bo'lar. Chiq yonib. Hozir daily task bajarildi. Complete task. Bir daniga 24 ta yoki 40 ta taklif beraverdim. Yo, futbolchi emas bu. Kimnikidan bu safar? Banakiga turibdi 100 ta olmas, bitta draft voucher. 500 ta olmas, bitta draft voucher. 5 2 2 9 oldu. Kechagidan ko'ra menimcha kecha ko'proq vaqt telefon men o'zimning qo'limda bo'lganligi uchun yo'q, hozircha Division Rivals'ga o'tmay turamiz. Birinchi draft voucher ochib olamiz. Starpasdan shu Starpas berganimiz kerak. Starpas kreditmi? Sonra Madridda. FC Mobile O'zbekiston varianti bo'lganda yaxshi. Eng zo'r futbol o'yinlari ichida birinchi o'rinda turadigani hozir aytmayman. Keyin aytaman. Ikkinchi o'rinda Dallas turar ekan. Dallasni hamma biladi. Hozir 112 Newcastle ko'proq ketadi-mi? 150 ta ketyapti. 2 daraja past narsa 2 daraja ko'proq ketyapti. Upamecano'nikini aytmasam bo'ladi. Hozir Jamal Musiala olsam 119 bo'ladi. 3 ta 119 bo'ladi. Demak, hozir aktivitamiz premium mobillik. 100 daraja ko'tarish nima bo'ldi hozir 500. Mana buni olish uchun 5 daqiqa reklama ko'ramiz. Men stop qilib qo'yaveray. Do'stlar, negadir har 5-kuni chiqmayapti. Men demak hozir videoni tugatishim shunda. Do'stlar, video tugashiga to'g'ri kelib qoldi. Hamma xayr, mana buni start shartlarni yig'inglar. Va albatta pointlarni ham yig'inglar. Xayr. Aytgancha obuna bo'ling so'zini ko'p ishlatmayman, shuning uchun obuna bo'ling.